yaşayotgan barliq Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqrammasını görüşünlərni qızğın qarşı alamiz. Aldı bilan xəbərlərimizin qısqacha məzmuniga bir ko'z ataylik. Xitoy Kanadani yomon g'arazlik kuch kiritkichi harakatlar bilan shug'ullandi deb ayblagan. Xitoy Savdo sanoat bankasining sobiq direktori Zhang Hongliga qarata tekshirishni boshlatgan. Amerika Tayvanni chandurmay qurollantirmoqda ekan. Diqqatlar ekranimizda bo'lsin. Kanada Deniz Armiyasi ikki tikuvchar aeroplanni Xitoy Deniz Armiyasining xalqaro suvda xatarga uchratganligini aytgandan keyin Xitoyning Janubiy dengizida yomon g'arazlik kuch kiritkichi harakatlar bilan shug'ullandi deb ayblagan. CNN dunyo xabarlarining 6 noyabr kunidagi xabarda aytilishicha, CNN xabarlari oldingi hafta bir Xitoy urush aeroplanining 29 oktyabr kuni Kanada harbiy tikuvchar aeroplanining oldiga o't olgan chaqmoqni tashlaganligini, Kanada harbiy amaldorlari bu harakatning aeroplanning tushib ketishini keltirib chiqarganligini aytganligini xabar qilgan. Kanada Xan Jamiyati Deniz Armiyasi paraxodi HMCS'ning Ottawa havo armiyasi amaldori Mayor Rob Mellin CNN'ning ziyoratini qabul qilganda bergan bayonotida bu vaqa shu kuni Kanada tikuvchar aeroplanining Xitoy Xalq ozodlik armiyasining 11 kurashchi aeroplani bilan 100 ingliz chesi oralig'idagi ikki qatimliq xatarlik uchirishning ikkinchi qatimligi ekanligini aytgan. Kanada Davlat Mudofaa ministri Bill Blair juma kuni kechda yuz bergan voqealar to'g'risida muxbirlarga qisqacha tushuncha berib, Xitoy aeroplanlarining harakati ko'rinarli darajada xatarlik, barliq xodimlarning bexatarligini xatarga atdi degan. Xitoy Davlat Mudofaa ministrligi shanba kuni qaytarma zarba berib, Kanadani Xitoyning qonuniy va xalqaro qonunlarga xiloflik qilish, Xitoyning egalik huquqi va bexatarligiga xavf yetkazish hamda yomon g'arazda ig'vogarchilik qilish bilan ayblagan. Xitoy Davlat Mudofaa ministrligining bayonotchisi Zhang Xiaogang bu talash tartishdagi Vyetnam va Tayvan taqim orollarining havo sohasidagi Xitoyning ikki tikuvchar aeroplaniga hujum qilganligini, Kanada tarafining javob qaytarishni rad qilib qolmay, yana darajadan tashqari tuvan bo'shliqda uchish qatorliq ig'vogarchilik harakatlarini qo'llanganligini aytib, o'ktamlik qilgan. Shundaqla voqeani mubolag'alashtirishni to'xtatishga, dengiz va havo hodisalarning oldini olish uchun oldingi safdagi dengiz armiyasi va havo armiyasining harakatini qattiq cheklashga chaqiramiz degan. Kanada aviatsiya qo'mondoni Mellin CNNga tikuvcharni o'zining yomon g'arazi yo'q haydaganligini, 10 ayning 29 kuni Xitoy J-11 tipli aeroplanining yaqin oraliqda uni to'sib olganligini va tikuvcharning suvdan 3000 ingliz chesi keladigan Ottawaga qarab uchganligini aytgan. Xitoy Xalq ozodlik armiyasi qonunliq ekanligini isbotlash, dalillash uchun dengiz armiyasi va havo armiyasi tashkillagan. Kanada Davlat Mudofaa ministrligi bayonotida Kanada aeroplani Xitoy Xalq ozodlik armiya aeroplani tarafidan ko'p qatim yaqin musofirlik daxlat arziga uchrab, xodimlarning bexatarligiga ziyon yetkazganligini aytgan. Xitoy tajovuzchilari boyliq manbasi mo'l va hayotiy kuchga ega xalqaro transport liniyasi bo'lgan keng Janubiy dengizni butunlay degidek tarixiy boshqarish huquqiga ega ekanligida chang turdi. 2014-yildan boshlab boshqariladigan bomba, uchish yo'li va qurol-yarog' sistemasi bilan mustahkamlangan sun'iy orollarda kichik xoditosh va qumdo'nglarni yasashi boshqa da'vogarlarning noroziligini qo'zg'agan. 2016-yili Gagadagi xalqaro sud mahkamasi Xitoyning Janubiy dengizining ko'p qism joylarida tarixiy talablarni o'tirg'a qo'yishning qonuniy asosi yo'qligini yakunlagan. Xitoy bu hukmga parvo qilmagan. G'arb kuchlari xalqaro dengiz yo'li tashabbusini qo'llash uchun doim dengizdan dengizga o'tib harakat qilib turdi ekan. Tajovuzchi Xitoy Savdo sanoat bankasining sobiq direktori Zhang Hongliga qarata tekshirishni boshlatgan. Bloomberg xabarlarining 6 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy chiriklikka qarshi turish kurashida Savdo sanoat bankasining sobiq direktori Zhang Honglini nishon qilgan. Zhang Hongliga qaratilgan tekshirish 61 trillion dollarlik pul muomala tarmoqlariga zarba berishga nishon bo'lgan kun sayin ko'payayotgan yuqori darajalik bankchilarning tizimligiga qo'shilgan. Li Zhang debmi atiladigan 58 yoshlik xalqaro savdo tajribasi bor direktor deb bilingan bu Xitoy 2021-yildan boshlab Xitoyning pul muomala sohasiga olib berilayotgan chiriklikka qarshi turish harakatidagi eng oxirgi yuqori darajalik boshqaruvchiga aylangan. U 2010-yildan 2018-yilgacha bo'lgan oralikda Xitoy Savdo sanoat bankasi cheklik shirkatida ishlagan. Ilgari Germaniya bankasi AG, Amerika texnika shirkati Hewlett Packard va Goldman Sachs shundaqla Angliya Schroders yuqori darajalik vazifalarni o'tagan.
Bayonotda ayblashlar to'g'risida tafsiliy ma'lumot berilmagan. Qonunsiz qilmish va partiya intizomiga xiloflik qilish ifodalari qo'llanilgan. Ma'lum bo'lishicha, chirigilikka qarshi turish ko'rishi tajovuzchi Xitoy katibashi Shi Jinpingning 10 yillik hokimiyat yurgizgan mezgilidagi eng muhim masalalarning biri bo'lib, bu mezgilda 10 necha yuqori darajalik katibash chirigilikka qarshi turish harakatida tekshirilib, nafsiga cho'g' tortganligi sababidan ishdan bo'shatilgan. Shi Jinping mamlakatlar xalq qurultayi ochilish nutqida qilgan so'zida savdo dunyosi bilan munosabati bor partiya kadrlarining qattiq jazoga uchraydiganligi va chirigilikka qarshi turish ko'rishining davomlashadiganligidan signal bergan ekan. Amerika Tayvanni chandurmay qurollantirmoqda ekan. BBC xabarlarining 6 noyabr kunidagi xabarida aytilishicha, Amerika prezidenti Jo Bayden yaqinda Tayvanning Amerikaning harbiy aslahalarini sotib olish uchun $80 million yordam mablag'i imzolaganda, Xitoy Washingtonning bu harakatidan qattiq bearam bo'lganligini va buningga qarshi turadiganligini bildirgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, u birla zamonaviy kurashchi aeroplanning tannarqidan tuvan bo'lib, uncha cho'ng mablag' yordami hisoblanmaydi ekan. Tayvanda hozir Amerika harbiy aslahalarining qiymati $14 milliard oshadi ekan. $80 million pul qarz emas, balki amerikalik bosh topshiruvchilardan kelgan ekan. 40 yildan ko'proq vaqtdan buyon Amerika tunji qatim chet el harbiy mablag'i nomida rasmiy e'tirof qilinmagan davlatning qurol sotib olish uchun o'zining pulini ishlatgan. Ilgari Iroq, Suriya, Afg'onistonga o'xshash davlatlarga yordam mablag'i qilgan bo'lsa-mu, ular rasmiy e'tirof qilingan davlatlar. Ammo Tayvan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan e'tirof qilingan davlat emas. Amerika oldingi yili Ukrainaga $4 milliard mablag' yordam qilgan. Amerika 1979 yildan e'tiboran Tayvanning o'rniga Xitoy bilan diplomatik munosabat o'rnatgan bo'lsa-mu, Tayvan munosabati qonuniga asosan Washington bilan Beijing o'rtasidagi munosabatni qalayimqonlashtirib o'tmagan asosda Tayvanga Xitoyning hujumidan mudofaalanadigan yetarli qurollarni sotishni davomlashtirib, strategik mujmallikka tayinib, Tayvanning eng yaqin ittifoqdoshi bo'lib qolgan. Qandaqla bo'lmasin, o'tgan 10 yilda Tayvan bo'g'izidagi harbiy tangpunliq zo'r darajada Xitoyga o'ng kelgan. Washington Tayvan strategiyasining o'zgarmaganligini aytsa-mu, Tashqi ishlar ministrligining Tayvanni e'tirof qilganligini inkor qildi. Washingtonning Tayvanni qaytadan qurollantirganidan Amerikaning Tayvan bilan bo'lgan munosabatini qaytadan jazmlashtirayotganligi ma'lum. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen bilan qo'yiq munosabati bor hokimiyat beshidagi partiya parlament a'zosi Wang Tengyu Amerikaning Tayvanga harbiy iqtidorini oshirishning jiddiyligini ta'kidlayotganligini, Tayvan 70-yillardan buyon tunji qatim 2 batalyon quruqliq armiyasini Amerikaga mashqqa avatishga tayyorlanayotganligini, keyingi 5 yilda Amerikaning yordamining $10 milliard ga chiqadiganligini aytgan. Tayvan Xitoydan qo'g'dinish uchun yangi suv osti paraxodini to'nitgan. Gerçi Tayvan iki partiyaning qo'llashiga erishganda qilsa-mu, qurultayning Ukrainaga $1 milliard yordam qiladiganligini mo'ljallaganligi intayin muhim. Ammo G'azadagi urush, Ukrainadagi urushga o'xshash urushlar shubhisizki Amerikaning Tayvanni qurol bilan ta'minlashiga aks ta'sir ko'rsatdi ekan. Prezident Jo Bayden Ukraina va Isroilga urush yordami berishni, jumladan Tayvanga texnik ko'p yordam berishni xohlaydi ekan. Uzun mezgilli kuzatuvchilarning bahsi aniq emas. Tayvan Xitoyning hujumiga tayyor emas. Tayvanning Xitoy istixborotiga qarshi harakati mavjud emas. Majburiy askarlik sistemasi buzilgan. Hozir Xitoy dunyodagi eng chong dengiz armiyasi va bir qadar afzal havo armiyasiga ega ekan. O'tgan yili bir oqila Ambra tarafidan elib berilgan urush o'yini manevrida Xitoy bilan to'qinish yuz berganda Tayvanning dengiz armiyasi va havo armiyasining urushning dastlabki 96 soati ichida vayron bo'lganligi bayqalgan. Washingtonning kuchlik besimi ostida Taybey qal'a Tayvan strategiyasiga yo'tkalgan. Bu Xitoyning bu orolni bo'ysundirishni intayin qiyinlashtirib ekan. Hozir Washingtonda Amerikaning Tayvanni qo'llashni qanchalik darajada ilgari surish kerakligi to'g'risida keskin munozara qilinmoqda ekan. Uzundan buyon Xitoy kuzatuvchilar Amerikaning har qanday va'dasining Beijingni to'sib qilishda yo'q, qudratli qiladiganligini o'tirg'a qo'yib kelgan. Ammo Washington yanada Tayvanning o'zini qo'g'dash umidining yo'qligini biladi ekan. Xitoyni uzundan buyon kuzatib kelayotganlar Tayvanni har qancha kuchab qurollantirgan taqdirdami strategik aniqsizlik to'g'risida sukut qilishimiz kerak degan.
Erkinlikka talpingan bir irlandiyalikning ayni chog'dagi yurak so'zi. Xonimlar, apandilar, kuchliklar oqibat ojizlarning qo'lida halok bo'ladi. Sizlar ojiz millatlarning ro'yi dunyosidagi g'alyonni tushunmaysizlar. Balki tushunishni xohlamaysizlar. Sizlarni tushunishga majburlaydigan radikal bir kuch o'tirg'a chiqmoqcha, o'zinglar xon, o'zinglar bek davr sursizlar. Sizlar Irlandiya tuprog'ini go'yo Angliyadan ko'chirib kelgandek xohlagancha idora qilasizlar. Dafsanda qilasizlar. O'zinglarning askariy kuchiga, diplomatiya kuchiga tayinib, bizni yeb tugatmoqchi bo'lasizlar. Agar biz taqdirga tan bersak, ya'ni o'zimizning ojizligini mutlaqlashtirib, quvvatinglarga taslim bo'lsak, qarshiliklarımızdan angliq yoki ongsiz ravishda voz kechsak, bizni haqiqatanmi mushuk bolasini yegandek yeb tashlaysizlar. Biroq bu oqibat irlandiyaliklarda milliy iroda butunlay o'lganda amalga oshadi. Bugun bu vatanda ojiz bo'lsa-mu, tarqoq bo'lsa-mu, oz bo'lsa-mu, mustaqil Irlandiya davlati uchun qon to'kib kurash qilayotganlar mavjud. Kurash irodasidan ayrilmagan millat aman bir kuni dushmani ustidan g'olib keladi. Sizlar meni terrorist atab tutish buyrug'i chiqargan 60-yillari men asli terrorist emas edim. Erkin Irlandiya tashkilotimi terrorist tashkilot emas edi. Terrorizm ojizlarning eng kuchli quroli. Men o chaqlarda terrorizmning irlandiyaliklarning qo'lida qolgan va kerak keladigan birdan-bir qurol ekanligini texi bilishga ulgurmagan edim. Erkin Irlandiya tashkiloti ichida radikal kuchlarga qaraganda tinchlikparvarlar asosiy iqimni egallaydi. Birileri Irlandiyaning asosiy qonuniga va avtonomiyalik qonunlariga tayinib, huquqlarimizni kapolatga ega qilishimiz kerak desa, birileri Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mezonlariga tayinib turib, Irlandiyaning taqdirini tinch hal qilish kerak deydi. Yana birlari qo'pib, xalqaro inson haqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarning kuchiga tayinib, jamoat fikri orqali Britaniya imperiyasiga besim ishlatib, mustaqillik visolimizga yetishimiz kerak deydi. Men bu tashkilotda 5 yil aktiv xizmat ishlash jarayonida tinchlik yo'lini tanlab olgan bu vatanparvarlarimizning madaniy inqiloblaridan biror natija hosil bo'layotganligini ko'rmadim. Ularning tayanmoqchi bo'lganlari balkim 3000-yillarda himmat ko'rsatadigan saviya va kuchga erisholadigan organlar bo'lsa kerak. 20-asr, 21-asrlar kostyum burulki bilan inqilob qilish davri asla emas ekan. Xonimlar, apandilar, dadam kanay rakiga giribdor bo'lib o'lib ketishdan 3 kun burun qo'limni tutib turib mundaq dedi. O'g'lim, men sening nima ishlarni qilayotganligingdan butunlay xabarsiz emas. Sen erkin Irlandiya uchun kurash qilish yo'lini tanlabsa, aslida sen oliy bilim yurtlarida ilm tahsil qiladigan yosh quramidagi bir bolasan. Texi amdili 20 ga kirgan eding. Jon bilan o'ynashadigan bu yo'ldan seni to'sib qilishga vicdonim unimidi. Manga o'xshash butun umrini mo'min quldek shukr qanoti bilan o'tkazgan namrat bir inson bo'lib xorliq ichida yashashdan, vatan uchun jonini qurbon qilgan bir qahramon bo'lib o'lib ketish albatta sharafli. Irlandiyaning mustaqilligini hamma ota-ona xohlaydi. Ammo bu yo'lda badal to'lagichining o'z farzandi bo'lishini ko'p ota-onalar xohlamaydi. Ota-ona uchun farzand ana shunday qadrli. Biroq vatanning mustaqilligining uningdanmi qadrli ekanligini tortgan azob oqibatlari kunda ming qatim ko'zga tiqib tursimi ko'rmasga selib yashaydigan g'ururi yanchilgan ota-onalarning farzandlarining texmi g'urursiz, texmi baxtsiz bo'lib qoladiganligini o'ylaganimda o'zimni o sapga qo'shqim keldi. Men sendan rozi. Vatan uchun o'lish naqadar iftixorliq-a? Dadamning roziligiga erishganligim hayotimdagi eng zo'r boyliqqa, madadga erishganligim bo'ldi. O'ltirib qopsa inglizlarga qarshi turib foyda qilib bo'lmaydi. Inglizlar hozir dunyodagi eng kuchli qavmning biri. Askariy quvvat, moliya quvvatida tengdoshsiz bir xalq. Ahmaq odamlar tuxumni toshga uradi deydigan dadam bilan sakrat oldidagi dadam bir-biriga zotila faqatla o'xshamaydi. Aslida mo'min siyoqidagi bechora dadalarimiz, qulsifat mazlum onalarimiz mustamlikaning dardini yetkicha tortib ro'yi sungan arvohlarga aylanib qolgandek qilsimi, qalbining cho'nqurga ko'mib qo'ygan o'rlikka bo'lgan tashnalik, zulmga bo'lgan g'azab uchqunlarini faqat va faqat farzandlarining hayotligi uchunla yushirib yashaydi ekan. Qarmoqqa Buyuk Britaniyaning amr farmonlariga itoatmanlik bilan bo'ysunmagandek ko'ringan buyuklarimizning yuragida oxirgi nafsigacha ichki qarshiliklar lavuldab kuyib turdi ekan. Ammo o'zlari vatan uchun jon berishga petinolmaganni ozdab, farzandlarining bu yo'lda badal to'lashini xohlamasligi nima degan achinarliq-a? Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi.
Bizga vaqt ayırğanыңlar üçün köpdən köp rəhmət. Kelər qitimki programmamızda görüşküçə Allah'a amanet bolğaysızlar.